İkinci bab. Aldı bilen sendin ve barlık itiqaçladın, bütkül insan üçün, Xudodan tilaklar tilashni, Xudoga duo tilovat qilishni, boshqalar üçün murojaat qilishni ve Xudoga shukrlar etishni, bo'libmi podsholar ve barliq amaldarlar üçün duo tilovat qilishni o'tinaman. Bundaq bo'lganda biz aman esen hayat keçireleymiz. Şundaqla hayatımız Xudoga bo'lgan ixlosmandlik ve hürmet bilen toludu. Bundaq dua tilovat qilish yaxshidir. U qutquzguchimiz Xudoni xursand qiladi. Xudo bütkül insonning qutquzilishi ve ularning haqiqatni tonishini xohlaydi. Chunki Xudo birdir. Xudo bilan insonlar orasidagi kelishtirguchimi birdir. U bo'lsa-mu inson tenida dunyoga kelgan İsa Mesihdir. İnsanlarning gunohdan ozod bo'lishi uchun İsa Mesih o'zini qurbon qilib bedel to'ladi. Xudo buningga dal vaqt soatida guvohlik berdi. Men Yahudi emaslarga bu ishlarni yetkizish uchun jakorchi ve elchi bo'lib tayinlanib, ularga e'tiqod ve haqiqatni o'rgatishga avatildim. Mening bu so'zlarimning hammasi rost. Men yolg'on gap qilmadim. Shunga men shuni umid qilamanki, e'tiqodchi erlar mayli qayerda bo'lsin, har qitim duoga jam bo'lganda boshqalarga g'azablanmay, datalash qilmay, to'g'ri amallik qo'llarini ko'tarib duo qilsin. Ayollar chokini kiyinmay, muvofiq ve axloqliq kiyinishi kerak. Ularning o'zlarini alohida yasvalgan çaşları, oltin kumush, unchi marvoyit ve esil kiyim-kechaklar bilan emas, balki yaxshi amaliyati bilan pardozlashini umid qilaman. Bu Xudo yo'lda mangman deydigan ayollarga yarışıdı. E'tiqodchilar jam bo'lib ta'lim olganda, ayollar tinch o'ltirib itoatmanlik bilan ta'lim olsin. Ayollarning erlarga ta'lim berishi yoki ular ustini hukm surishiga ruxsat qilmayman. Aksicha, ular tinch o'ltirib ta'lim olsin. Chunki avval Odam ota, keyin Hava ana yaratilgan. Avval shayton tarafidan ozdirilgan Odam ota emas, balki Hava ana bo'lib, u gunoh sodir qilgan. Lekin ayollar Hava ananing naslidan tug'ilgan İsa Mesih orqali qutqiziladi. Biroq ular cho'qim e'tiqodda ching turib, mehr muhabbatlik bo'lib, pok ve axloqliq yosh kerak.